Hurmatli mijozlar, ko'pincha kommentariylarda menga original bo'lmagan poddelka tovarlarni qanaqa qilib ajratamiz? Ko'pincha poddelka tovar olib qo'yyapmiz-da, uni simi chiqib ketyapti, bretelkalari aylanib ketyapti, taqolmayapmiz, paralonlari yaxshi emas deyishyapti. Shuni qanaqa qilib ajratishi mumkinligini men sizlarga ozgina bo'lsa ham tushuntirib bermoqchiman bugungi videomizda. Mana qaranglar, ikkita почти bir xil bo'lgan tovar, gladkiy, bazoviy byustgальтер. Endi buni bittasida poddelka, bittasi poddelka emas, original mol. Buni qanaqa ajratish mumkin? Avvalambor razmerlarda farq qiladi. Mana shu 90-razmer. 90-razmer yozilgan, ko'ryapsizlarmi buni? Lekin 90 ga umuman to'g'ri kelmaydi. Ko'ryapsizlarmi razmerdagi farqini 80-original tovar bilan 90-poddelka tovari raznicasini poyestiga. 80 hattoki kattaroq emasgina mana ko'rinishida, mana ko'ryapsizlarmi? Mana qaranglar. Poddelkani shundan bilsanglar bo'ladi. Yana bitta bilinadigan joyi, hech qachon poddelkada mantiga S, B chashkalarni raqami, harfi yozilmaydi. Mana original tovarda bo'lsa harflari yoziladi. B chashka 80. Ko'ryapsizlarmi? Bu B chashka 90 bo'lganda ham umuman mana bunaqasi to'g'ri kelayotgani yo'q o'lchamlar. Ko'ryapsizlarmi? Hattoki 90 kichkina hisoblanadi. O'shaning uchun razmerim mana bunaqa, menga mana bunaqani dastavka qilib bering desanglar, men unchalik o'sha sizlarni o'zinglarni kiyib yurgan byustgальтерlarni razmerida berib yuborishga bilasizlar, hech qachon yo'l qo'ymayman. Chunki u razmer bilan bu razmer to'g'ri kelmaydi. Poddelka mol bilan original mollar razmerlari bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Birinchidan, ikkinchidan производительlar, ishlab chiqaruvchilar ham o'zini har xil o'lchovlari bor chashka hisobida. O'shaning uchun qizlar o'zinglarni o'lchovingizni o'lchab turib, keyin menga jo'natsanglargina sizlarning razmeringlarni dastavka qildirib berishim mumkin. Yana paralonini ushlaganingizda mana shu formovniy chashkalarni paralonini shunda ushlaganda o'zi bilinadi, qattiq, grubiy bo'ladi poddelkaniki. Originalniki yumshoq, приятный bo'ladi. Buni o'zini agar hozir men mikrofonda bildirib bera olmaymanmi, yo'qmi bilmayman, xunuk ovozlari chiqadi, qitirlagan, mana bunaqa g'alati poddelkaniki. Bunda unaqa ovoz bo'lmaydi, yumshoq, mana ko'ryapsizlarmi? Undan tashqari yana gipyurlarda ham juda katta farq bo'ladi. Buni gipyurlari nежный bo'ladi, badanga yoqadigan, shunaqa sholkoviy gipyur bo'ladi. Arzon tovariki grubiy gipyurlardan qilingan bo'ladi. Hattoki mana bu bantiklarda, mana bu kichkina aksessuarlardan ham bilsanglar bo'ladi, sap-sariq qorayib ketadigan aksessuarlar qo'yiladi, chunki bu arzon. Ana o'shaning uchun original tovar bilan poddelkani ajratib olinglar. Hattoki bretelkalarda ham farqi bo'ladi. Mana ko'ryapsizlarmi, bu qanaqa chiroyli cho'zilyapti. Mana buniki qanaqa cho'zilyapti. Ko'ryapsizlarmi? Buni 2 marta yuvgandan keyin bu katta bo'lib cho'zilib ketadi. Уже mana bunaqa elastikность bo'lmaydi bunda. Buni yuvib kiysanglar ham bu cho'zilaveradi. Buni ushlaganda men hozir yetkazib bera olamanmi, yo'qmi? Buni shupit qilib ushlaganda yana ham bilinadi.